Mana akalar. Assalomu alaykum. Aka nech pul bo'lib qolibdi aka? Aka 70 deyapmiz aka. Savdo bo'ldimi? Savdo har o'zi bo'lyapti. Nechi bo'lyapti? 35 ona bola. Bolasi o'qishcha. Nechinchisi bu? 35 million savdo bo'lyapti. 35 million. Yo'q gap yo'q. Endi men 40 ko'rganim aka. Men ham 40 so'rab ketaman. Nechinchi bolasi aka? 40 so'rab ketaman. Aka ikkinchi bola, ichidagi 3 aka. Ichidagi 3 necha oylik? 3 oylik borib qoldi. 3 oylikka borib qoldi deyaptilar. Semental sigir lekin ozgina qiynalib qoldi. Oyoq ko'tarmaydi aka. Ozroq qiynalibdi akalar. Qarov yaxshi bo'lmagan. Ko'sa toshka bilan. Bo'ldi, mana davom etamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Surxon shamoli kanalimiz obunachilar, xayrli tong hammaga. Qiziriq jahon mol bozoridan sigir g'unajim videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Biz boshladik. Bismillah. Aka nech pul bo'lib qolibdi aka? Nech pul bo'lib qolibdi aka? 22,5 bo'ladi. Savdosi? 27 deyapsiz. 27 deyapsiz. 22,5 qopti. Ikkinchi bolasi, bolasi urg'ochi. Urg'ochi bolasi. Bolasi urg'ochi. Nechta suti bor aka? 6 litr beradi 2 mahaliga. 6 litr 2 mahaliga beradi deyapti akamiz. Mana ko'rib borsalaringiz bo'ladi. Davom etamiz. Bu yoqda ham sigirlar bor mana. Bir nechta. Aka bular nech puldan bo'lib qolibdi savdolari? 19-20. Bolalari urg'ochi. Nechinchi bolasi bular? Ikkinchisi Bu uchinchisi, bu ikkinchisi. Nech puldan bo'lsa ol dedingiz aka bularni? Bilishamiz. Kelishiladi deyapti akamiz. Mana 19dan savdolar. Qopti. Bozordagi narxlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Kommentariyaga Telegram kanalimizning manzilini yozib ketamiz. O'tib qo'shilib olsalaringiz bo'ladi. Telegramda ham Surxon shamoli deb yozsalaringiz chiqadi. Instagramda ham, Telegramda ham. Davom etamiz akalar. Aka bu nech pul bo'lib qoldi aka? 21 deyapman. 21 deyapti. Savdolarchi? Savdolar 17,5 bo'ladi. 17,5. Bolasi urg'ochi. Nechinchisi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi 17 savdolar. Mana suti lekin yaxshiga o'xshayapti bu. 4-5 litr. Suti nechta bu aka? 8 litr. 8 litr bor deyapti akamiz. Yomon emas. Yaxshi. Davom etamiz. Sigirlar ko'p akalar mana. Juda ko'p sigir bozorda. Bu taraf sal bemalolroq. Bu tarafda tiqilinch. Aka bu nech pul bo'lib qolibdi aka? 18. Bolasi urg'ochi? Bolasi urg'ochi 18. Nechinchisi bu? Birinchi bolasi. Oh, juda chiroyli narsa ekan mana. Kichkinagina chiroyli. 18 savdolar. Orqalarida bo'ylari 1.10 atrofida sigirlar. Juda yaxshiga o'xshayapti. Nech pul bo'lsa ol dedingiz? 20 dan oshdi. Yomon emas, yaxshi. Davom etamiz. Mana bu yoqda ham bor sigirlar. Aka nech puldan bo'lib qolibdi ular? 25 bo'ladi. Qaysi 25 bo'lyapti? Savdosimi? 20 million 500. 20 million 500. Bolasi urg'ochi. Bunisi-chi? 18 million. Bunisi 18. Buni ham bolasi urg'ochi. Nechinchi bolalari bular aka? 2-3. 2 ga 3. Mana sigirlar yomon emas. Yomon emas mana. Ko'rib borsalaringiz bo'ladi. Yaxshi. Davom etamiz. Mana bu yoqda ham galishtenmi endi bu nima bu? Surxon shamoli. Surxon shamoli. Mana. Mana bu yerda buzoq ham bor. Aka nech pul bo'lyapti aka? 39 bo'lyapti, 38 beraman. 8 beraman deyapti. Bolasi o'qishcha. Nechinchi bolasi aka? Uchinchisi.
20 litr suti bor deyaptilar akamiz. Sigirni bo'ylari biri 40 plus, biri 45. Ha, telefondan ko'rasan. 45 ham chiqadi indamasdan. Mana orqalari juda keng. 20 litr sut beradi deyapti akamiz. 20 litr berishi ham mumkin. Tomog'iga qarasa. Ziyod ham berishi mumkin. Bular endi rossiyskiy yoki Galishten bo'lishi kerak. Bu Galishten emas, rossiyskiy aka. Rossiyskiy. Rossiyskiy. Ha, to'g'ri. O'zimiz real savdolari bular. Yeringdan aka namozdan so'raman. Nechiga soldingiz? Men ham buncha deganim yo'q. 39 qildingizmi? 5 dedingiz. 45 bo'lsa 45 dedim. Hayır, 45 desem 45 dedim bu. Mana. Sigirga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Yirik narsa. Bittadan like bosib qo'yasizlar, like bosganlarda xonadonda mana sigirlardan 10 talab boqish nasib qilsin. Allohga olsin. Mana akalar. Yomon emas, zo'r. Davom etamiz. Yosh bola soqsa ham yuvosh deyaptilar. Davom etamiz. Bularni oldik. Yo'ldan ko'rsatamiz. To'xtanglar. Savdosi bo'lyapti. Nomerini so'rash endi xijolat akalar. Savdo bo'lyapti deb qolishi mumkin savdo qilayotgan akamiz. Aka nech pul bo'lib qoldi bu? 20 million bo'ldi. Savdosi? Nech pul deyapsiz o'zi? 25. 25 deyapsiz. Nechinchi bolasi bu aka? Ikkinchisi urg'ochi. Ha, Surxon Shamol, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? Mana. Orqalaridan davom etamiz. Ha, oldim aka. Oldim. Mana. Davom etamiz akalar. Mana bu. Aka nech pul bo'lib qoldi bu? 15 so'rayapti aka o'zi. 15 so'rayapti. Bolasi urg'ochi. Nechinchisi bu? Ikkinchi bo'lasi. Ikkinchi bolasi. Mana sigir o'zi ham maktabni bitirmas, qochib ketgan majmuada o'smay qolgan. Mana sigir. 1 metrdan plus, 1 metrdan plus, 1.5 chiqadi. Davom etamiz. Aka nech pul bo'lib qoldi bu? Nech pul deyapsiz? 30 deyaptilar aka, savdo bo'lyapti. 3-chi bolasi. Urg'ochi? Urg'ochi, 3-chi bola urg'ochi. 30 deyaptilar, savdo bo'lmoqda ekan abi. Mana. Sigirni bo'ylari biri 25 plus. Surxon Shamol aka. Mana bu yoqda ham sigirlar bor. Ko'rsatib o'tamiz. Aka nech pul bo'lib qoldi bu? 22,5 bo'lyapti. Savdosi? Siz nech pul deyapsiz o'zingiz? 25 ta. 25 deyaptilar, 22 savdo bo'lyapti. Bolasi urg'ochi. Nechinchi bola bu? 3-chi bola. 3-chi bolasi deyaptilar akamiz. Voy. Yomon emas. Yo'qmi bo'lsa bir yoqqa so'rab. Ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda navbatdagi sigirimiz. Bu nech? Aka vaqt salomat rastlaydi aka. Ye, mana aka. Assalomu alaykum aka. Ha, va alaykum assalom. Menda yashang. Rastovga salom de. Maktabga salom. Ye, malades. Mana shu kamizga bittadan like bosib qo'yasizlar. Davom etamiz. Aka nech pul bo'lib qoldi? 28 deyapti. 28. Savdo bo'lgan yo'qmi? 23,5 so'rayapti. 23,5 so'rayaptilar. Bolasi o'kkichami? O'kkich. Nechinchisi bu aka? 3-chi. 3-chi. Suti nechta? 10 ta suti bor deyapti mana ukamiz. Mana shu bola. Sigir yomon emas, yaxshi. Mana 20 chiqib qoladi bo'ylari. Bolasi o'kkichi. Ye, mana. Nech pul deyapti aka sigirlar? 28 deyapti. Mana aka, 28 deyapti mana ukamiz. Ye, malades. Baraka qilgan YouTube'ga shu. Yo'q, unday. Realnisini ko'rsataylik-da. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Bo'ladi aka sekin. Ijodni boshlamiz. Ha, ijodni boshladik. Mana akalar davom etamiz. Navbatdagi sigirimizga. Aka nech puldan bo'lib qoldi ular? 19 bo'lib qoldi aka. Savdosi? Siz nech pul deyapsiz? 22 deyapman. 22 deyapsiz, 19 bo'lyapti. Bolasi 4-chi bolasi urg'ochi. 4-chi bolasi urg'ochi, 10 ajin.
Sütü nechta buni aka? Sütü 4'te 8 beradi. Oh, ana 4'dan 8 beradi deyaptilar aka. 3'ten 6'ga razı bo'lib bersinlar. Ha, 3dan 6ga. Bunisi aka? Bunisi ham shu. 18 ham so'raydi. Buni 18,5. Bola so'rg'ochi. Nechinchisi? Uchinchisi mi? Birinchi bola ekan. Suti nechta buni aka? Sütü 2,5 5. 2,5tadan 5 ta suti deyaptilar aka. Birinchi bolasi unajin. Xo'sh. Bunisini nech pul deyapsiz? 20 deyapman. 18 ham so'rashyapti. 18,5 so'rashyapti. Nomer aytamizmi qiziqqanlarga? Yo'q, nomer. Shartmasa, bo'ldi. Bozorda. Bozorda bersin. Ha, davom etamiz. Bular olinganmi aka? Nech puldan olingan? Bilmaysizmi? Mana bunisimi? 13 million. Ha, bunisimi? Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz 13 millionga olmoqda. Mana shu o'rtadagisi. Qolganini bilmayman. Sizlardan emasmi aka? Yo'q. O'rtadagisi 13 ga olmoqda. Davom etamiz. Mana bu yoqda ham sigirlar bor. Ish kattaroq. O'zi qatori, o'qishasi. Sigirlar bor. Aka nech pul bo'lib qoldi bu ona bola? 23. 23. Nech pul deyapsiz? 24 dan shu bolasanda. 24 dan oshsa. Bolasi o'qishcha. Nechinchisi? 3-chi bolasi. 3-bola. Onasini yetib qoldi o'zi. Ha. 3-chi bolasi. Necha oylik? 4 oydan oshib 5-oyga o'tdi. 5 oyga o'tdi. Bo'g'oz ekan yana. Mana sigirdan holati. Bolasi o'qishcha, yirik bo'lib qolgan. Mana. Davom etamiz. Olmaz. Mana bu yoqda ham sigirlar bor. Bu nech pul bo'lib qoldi aka bu? Ha? 18,5 bo'lyapti. 18,5. Bolasi nima ekan? Bolasi urg'och. Urg'ochi. Nechinchisi bolasi bu aka? Birinchisi. Birinchi bolasi urg'ochi. Mana suti fantan qilyapti mana. Ularimiz bo'ladi. Tindirmasdan. Suti fantan qilyapti akalar. Qo'y. Davom etamiz. 18 Davom etamiz. Yomonmas. Yoshidan so'raganlarga. Mana. Yana bu yoqda ham bor. Sifatli. Sutli beradigan variantida. Aka bu nech pul bo'lib qoldi savdolari? 20 million so'rayapti aka. 20 million. Bolasi o'qishcha. Bolasi urg'och. Urg'ochimi? O. Nechinchisi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Urg'ochi. Suti ham mana yomonmas. Suti ham menimcha. Ben bolar aka, ben bolar ko'rib. Bo'ldi. Mana. Bunisi-chi? Bunisi nech pul bo'lyapti? Bunisi aka 21 so'rayapti. 20. Bolasi urg'ochi. Bilan bolasi urg'och. Nechinchisi bu aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Suti nechta buni aka? 8 ta suti bor. Soni ber deyaptilar akamiz. Ana. Mana 21 million so'rashyapti ular. Yonida turib akamiz 21 million savdo qilishyapti, bermayapti akamiz. Nech pul bog' qo'ygansiz aka? 23 deyapti. 23 deyaptilar. Berasizmi? Yomon emas. Beraman aka. Erta turib beraman. Omonlar so'ramlar. Yomon emas. Yaxshi. Sigirlar ko'p akalar, bu bozorda sigir ko'p. Savdo ham ancha yaxshi, yomon emas. Aka bu nech pul bo'lib qoldi aka? 20 million. 20 million savdosi. Bolasi urg'ochi. O'qishchami? Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi o'qishchi ekan bolasi akalar. Ko'rsatib o'tamiz orqalaridan ham. Ular ham 4-5 litr beradi. Buni kamroq qilib aytib ketishga harakat qilamiz. 0 biron kishi olib qolganda, savdo qilib olib qolganda, uyga borganda kam chiqib qolmasligi uchun. Misol uchun davom etamiz. Aka bu nech pul bo'lib qolibdi aka? 18-19 so'rayapti. 18-19. Bolasi urg'ochi. O'qishcha. O'qishchami? Ana. Bolasi o'qishcha. Nechinchi bolasi bu aka? 3-chi bolasi. Sigir qisira? Bo'g'oz yana. Necha oylik? 3 oy 3 oy 4 oy bo'lib qoldi deyaptilar. Yana bo'g'oz sigir deyaptilar akamiz.
Sigirda bo'ylari 1.15 plyus. Yomon emas. Necha pul bo'lsa ol dedingiz aka? 22 bo'lsa oldi. Necha? 22. 22 bo'lsa ol debdilar akamiz. Yomon emas, yaxshi. Bozoringizni bersin, davom etamiz. Bu yoqda ham sigirlar bor. Necha pul bo'lib qoldi uka? 20 deyapti. 20 deyapti. Savdolarichi? Oldi. 25 bo'lyapti. 25 ga bermabdi. 20 deyilyaptimi? 25 ga berilmayapti. To'g'ri kelmaydi-ku matematikaga. Yigirma deyilyapti ekan, 25 savdo ekan. Ukamiz adashyapti. Matematikaga to'g'ri kelmaydi. Ha, 20 ga savdosi bo'ldi ma. Qoyil ana. Bolasi sizdanmi aka? Bolasi urg'och. Bolasi urg'och. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan ana. Ichida 4-chi. Ichida 4-chi. Necha oylik? 2 oylik. 2 oylik 4-chi ekan ana. Ukamiz uncha yaxshi bilmayapti narxlarini. Mayli. Boshqasiga o'tamiz. Mana. Aka bu necha pul bo'lib qoldi aka? Va alaykum assalom. 16,5 deyapsiz. 16,5 deyapsizlar. Bo'g'ozmi bu? Yo'q. Qisir ha? 16,5 qisir. Boqishga tayyor. Mana. Boqishga tayyor sigir. Savdosi necha pul bo'ldi? 13,5 savdolari. Yomon emas. Yomon emas. Davom etamiz. Bu yoqda ham bor. Aka bu necha pul bo'lib qoldi aka savdolari? 11 deyapti, 11,5. 11,5 savdosi ha? Bu qisirmi? Bo'g'oz ha? 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga? 5-chi bu. 5-chisiga o, mana. Suti bormi, yo'qmi hozir? Bor a? Hozir suti bor deyaptilar. Kamroq bo'lsa kerak lekin. Suti kamayib qoldi o'zi. Endi bo'g'oz bo'lgani uchun sutini kamaytdi. Shunaqa lekin ha. Necha pul bo'lsa oldiyapsiz buni aka? 12 million. 12 million bo'lsa ana. 12 million bo'lsa deyapti akamiz. Davom etamiz. Aka bu necha pul bo'lyapti aka? Yaxshimisiz aka, salomatmisiz? 16, 17. Aytilishimi, savdosimi? Bu bo'g'ozmi? 7 oylik bo'g'oz. Aytilishi 20 million. 16, 17 savdolar deyapti akamiz. Sigirni bo'ylari 1.10, 15 ham kelib qoladi, 1.15. 1.15 plyus. Yomon emas. Davom etamiz. Necha pul bo'lib qoldi aka bu? 17 bo'lyapti. 17 bo'lyapti. Bo'g'oz ha bu? Necha oylik? 8 oylik ha? Nechinchisiga? 4-chisiga 8 oylik bo'g'oz ekan mana akalar. 17 bo'lyapti savdolar deyapti. Mana. Yomon emas. Yaxshi. Quyosh chiqib qoldi. Bu yoq tarafdan. Buni ajinlardan ham ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Baraka bo'lgan joy. Aka necha pulga baraka bo'ldi? 15,5. Ona bolami? Ona bola. 15,5 ga baraka bo'ldi. Urg'ochimi bolasi? Ho'kizmi? Yaxshi. Yomon emas. Sigirni bo'ylari 1 metr plyus, biri 5 chiqadi. Kichkina sigir ekan ha? Qaysi kanal? Surxon shamol aka. Barakasini bersin. Mana, bu yoqda ham. Qaysi baraka bo'ldi aka? 10 million. Qaysi baraka bo'ldi? Mana shu soat Necha pulga? 11 million 600. 11 million 600 ga tona. Mana 11 million 600 ga mana shu tona sotilibdi. Bo'ylari 1.15 minus chiqib qoladi. Yomon emas. Davom etamiz. Mana bu yoqda ham tonalar bor. Aka bu necha pul bo'lyapti aka? Ha? 20. Savdosimi, aytilishimi? Aytilish. Savdo bo'lgan yo'qmi aka? 18 savdo deyapti akamiz mana. Tona ekan, lekin sifati yaxshi. Sifati zo'r. Yomon emas mana. Semiz. Ne ozg'in emas. Mana. Yomon emas. Davom etamiz. Aka bular necha puldan bo'lib qoldi aka? Ularni qarang.
9,5, 8 million. Endi hamma o'ziga qarab so'raydi. Ha. Ololmanlar 9,5 so'rayapti. Bunisi-chi? 11,5. 11,5. Yaxshi, yomon emas. Bozorimizda. Karpa sarodasi bor. Necha pul so'rayapsiz? 8 so'rayaptilar mana. Yomon emas. Yaxshi. Aka bunisi necha pul bo'lyapti? 13 deyapti. Sodasi-chi? 11 bo'lib qoldi sodalari. Akalar aylantirib olishni bu yerda imkoni yo'q. Joy tor. Mana zich joylashgan hamma mollar, bu yoqda tonalar. Juda zich. Yaxshi, yomon emas. Aka necha pul bo'lyapti bu? 14 million. Sodasi? Sodasi 14 million. Ha, onajin. Mana yomon emas. Bunisi necha pul bo'lyapti aka? 9 million bo'lyapti sodasi. Necha bo'lsa ol dedingiz? 9dan oshsa beraman. 9dan oshsa beraman deyapti akamiz mana. Yomon emas. Yaxshi. Yaxshi. Mana 9dan oshsa beramiz deyaptilar akamiz. Mana bu yoqda ham bor, urg'ochi buzoqlar. Aka bular necha puldan bo'lib qoldi aka? Ikkalasi 15. 15 bo'lyapti 200 ga. 200 ga 15. Savdolar yomon emas. Davom etamiz. Ha, bu yoqda ham buzoqlar bor. Bular necha puldan bo'lib qoldi aka? Savdolar 6,5 so'rayapti bunovni. Bunovni 67 so'rayapti. 11 ne so'rayapti? 62 63 urg'ochi buzoqlar. Navachani ham olib qo'y. Mana. Обязательно u. Sen kim deydi? Surxon Shamol deb yozsangiz Surxon chiqadi. Shamol. O'tgan marta Surxon Shamol boshqacha edi bu. Yo'q, shu men shu. Kallasida do'ppi so'rmaydir ekan avval. U Surxon savdo bo'lsa Ha, kerak. Surxon savdo edi. Bo'ldi. Surxon Shamoli mana. Surxon Shamoli. Men senga nima bo'pman ekan? Qarachi? Bularda berar necha puldan bo'lyapti sizdanmi aka? 6,5 so'rayapti. 7 dan biri nima o'tyapman? Mana sotib berdim. Qonchbek. 67 so'rayapti deb sotganda ol. Sotibdi. Ha, u sotgan. Telefon nomeri aytamizmi qiziqqanlarga? Telefon nomeri. Bu sotilib ketadi, telefon nomeri. Telefon nomeri aytsangiz bu sotilib Izi yo'qmi? Ha? Izi yo'qmi? Izi yo'q. Izi biz Ana. Yaxshi, yomon emas. mana Mana 6,5 so'rayapti. davom etamiz. Xo'sh. Aka buzoqlar necha puldan bo'lib qoldi aka? Manasini 6 million so'rayapti. Shunisini? Ha. Manani ismi Qaymoq. Buni 58 so'rayapti Buni Qaymoq. 58. Uni oti qaymoq. Enasi kosa Qaymoq beradi. Oh. 5-chi Qaymoq. Ana aka. Bunisi-chi aka? Bunisi 7,5. Aka telefon nomer beramizmi? Qiziqqanlarga ayting. 90lik 519 519 26 77. 26 77. Necha puldan bo'lsa beraman deyapsiz? 6dan oshsa ekoni ham beraman. Ekoni ham 6dan oshsa. 6dan oshsa ikkalasini ham beramiz deyaptilar akamiz. Tamam emas. Mana. Yaxshi, davom etamiz. Aka bular necha puldan bo'lyapti aka? 18 bo'lyapti. 6 milliondan 18. 6 milliondan savdolar bermadingiz. Necha bo'lsa deyapsiz? 20 deyaptilar, 19 ga beraman deyapti akamiz. Tamam emas. Mana. Yaxshi. Bu necha pul bo'lib qoldi aka? 7,5 qoldi. 7,5 savdolari. Bermay turibdi akamiz. 7,5. Tamam emas. Bo'ldi. Ha? Necha pul bo'ldi? 7,5. Necha pul bo'lsa ol dedingiz? 8 bo'lsa oldi. 8 bo'lsa? Mana. Tamam emas. Yaxshi. Akalar tiqilinch. Bu necha pul olindi aka? Ha? Necha pul olindi bu? Bumi? Ha. Bu 11 million 600 so'm. Bunisi-chi? Qaysi? 13. Bunisi 11. Bunisi 13. Mana. Juda. Tiqilinch. Mana shu tiqilinchda video olishni qiyin-da. To'polon bo'lib o'tadi. Necha pul ketdi? Mana bu yerda mana shunaqa to'polon bo'ladi akalar. Video olish qiyin bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Salomatmisiz? Necha pul bo'lyapti aka?
62 urg'ochi. Zo'q. Bular ham sizdanmi? Bularni 7,5 6,5 so'rayapti. 6,5 ana. Nomer aytaylik. Shartmasa bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana akalar, Qiziriq Jahon mol bozoridan G'unajin sigir videolarini chiqarishga harakat qildik. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Film tugadi.